İlim əhlini öz layiqida şərəfləndirib, hörmətlişimiz lazım. Abdori Almasacı. Bir atalğı, bir parça sürət məndə çoğunqur oylanış payda qıldı. Özümüzdən yetişib çıxan ilim əhlini öz layiqida atab şərəfləndiriş, onunğa hörmət bildiriş, onu asraş, qoğdaş, milletning esil fəziləti və burcu idi. Lekin ayrim vaqtlarda bu burchimizni asdan chiqargandek qilamiz. Biz azaldan cho'nglarni, elga xizmat ko'rsatgan tövbekorlarni to'rga boshlab hurmat bildiratdik. Oilaviy yoki jamoat bo'lib suratga tushganda ularni o'ttirg'i ilib ativolaydik. Hozir ba'zida bundoq qilolmaydigan bo'lib qoldik. Manmanilik, shuhratparastlik, hasadxo'rlik bizni bu esil xislatlarimizdan mahrum qilyotidi. Yetuk alim Paylasop Abdüşkür Muhammad Emin açıq bilan mundaq degan ekan. Uyg'urlarga e'tirof qilinish uchun o'lish kerak. Bu mundaqli deb qo'ygan gap emas. Odam yuragini laxta zardabga to'shqizib atgan ochiq alamlar dastidan zardako'sh bo'lganda etilib chiqqan gap. Lekin biz u odam o'lgandan keyinmi beshimizni ichimizga tiqib olgan edik. Bir o't yurak yosh, adolat uchun hech nimadan tap tortmaydigan qo'rqmas jangchi yolqorozi. Nemishki beshinglarni ichinglarga tiqib olasizlar? Olim o'ldi deb cho'qan ko'targandan keyin tilimiz chiqqan edi. Abdüşkür Muhammad Emin vafotidan keyin Uyg'ur jamoati o'zlarining ilmda har taraflama kamolatga yetgan ajoyib bir talantliq olimidan ayrilib qolganligini tunib yetgan edi. Ko'p afsus, olim hayot vaqtida uni loyiqida sharaflantirib, hurmat bildirolmagan edik. İzlasak, bundaq ahvollar tariximizda xeyli ko'p tepiladi. İslamda Qur'oni Karimni talabga loyiq yodlab, xatmiga turib, muvaffaqiyat qozongan kishini qorim deb ataydi. Agar u kishi yanama yuqori o'rlab, oliy bilim yurtlarini putkizib, ma'lum natija qozongan bo'lsa, uni shuningga loyiq atoq bilan ataydi. 16 yoshda xatmiga turib, qari degan atoqqa nail bo'lgan, lekin to'xtab qolmay yuqori bilim yurtlarida o'qib, atrofliq bilim olgan, uzun yillar ilm tahsil qilib, islom ta'limotlarini mukammal egallagan va xalqqa zo'r manfaat yetkazgan yetik ulamoni o'ziga loyiq atoq bilan atamay, 16 yoshida atalgan atoq bilan atsak, meningcha to'g'ri bo'lmaydi. Onun talantini, iqtidorini, mehnat ajrini e'tiborga olmagan bo'lamiz. Ba'zida nimandaq og'zi qattiq haqbiz deb o'ylanib qolaman. Shundaq emasmi? Aramizdan chiqqan ilm ahlini o'ziga loyiq atoq bilan atab, sharaflantirib, hurmat bildirsak, o'zimizni sharaflantirgan, ko'tirgan, o'zimizni tunutgan bo'lmamdiq. Tariximizda o'tgan biz sharaflantirgan, hurmat bildirgan ilm ahlimiz Farabi, Yusuf Xasajib, Mahmud Qashqari, Alisher Navoiy, Sakkakilar bilan Uyg'urlar dunyoga tunilgan emasmi? Endi meni o'yga solgan bir atoq, bir suratdagi odamga kelsak, u odam maqoliga qistirilgan suratda so'l tarafda ikkinchi qatorning eng chetida o'ltiribdi. Mən bu adamga nemishqa nopozliqlarimizning yenidiroq o'rin tegmagandu deb qoldim. Bu adam Uyg'urlar ichidan chiqqan zamonimizdagi yetuk diniy olim, ulamo, alloma ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursun Damullajim edi. Mən bu adamni o'ziga loyiq keladigan shundoq nom bilan atab, sharaflantirib, hurmat bildirishga arziydi deb qarayman. Tövəndə bu qarashlarımның asasını o'ttirg'a qo'yman. Allama ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursun Damullajim 16 yoshida muvaffaqiyat bilan xatmidan o'tgan. 1993-yili Azhar Universitetining Shariat va Qonun fakultetini tamomlagan. Universitetni tamomlagandan keyin bir tarafdan mudarrislik qilib, yana bir tarafdan islom ta'limotlari va ijtimoiy fanlar bo'yicha atrofliq ilm tahsil qilgan. Maxsus temalar bo'yicha tadqiqot ilib borgan.
Yana bir tarafdan o'rganganlari bo'yicha kitob va maqola yozib, xalqqa manfaat yetkazib mangan. Ustoz hozirgacha 28 dan ortiq kitob, 1500 dan ortiq ilmiy maqola, 160 dan ortiq sin olg'uliq anglatish e'lon qilgan. Ataqlıq ulamolarning O'shkidani kitobini arabchadan uyg'urchaga tarjim qilgan. Ustozning Din va hayot 2000 savolga javob, islomdagi oila tuzumi, islom aqidalari, namoz va uning qoida tartiblari, islom axloqi qatorliq gigant asarlari xalqimiz ichida shu kungacha aniq bo'lmay kelayotgan diniy tushunchalarga ro'shan aniqlama berib, ajoyib yaxshi ta'sir paydo qildi. İslamның insonlarga osonlik, qulaylik ilib keladiganligini, hayotning hamma taraflariga chetiladigan adolati va haqqoniyatini xalqimizga eng tushunishli holda taqdim qildi. Xalqimiz bu kitoblarni masjid va uylarda o'zlariga darslik qildi. Allama ustoz Muhammad Yusuf, Muhammad Tursun Damallacım yazgan kitoblar xalqimizning islomni, shariat ta'limotlarini asli ma'nosi va mohiyati bilan to'g'ri tushunishiga, egallashiga yo'l ochib, islom ta'limotlarining va ahkomlarining turmushimizda tatbiq qilinishga nihoyat oson ekanligini, hayotimizda hozirgacha ko'rilmagan darajada bakmi ro'shan tushuntirdi va xalqimizni eng zo'r darajada manfaatdor qildi. Allama ustoz Muhammad Yusuf, Muhammad Damallacım ajoyib fasohatli til bilan tarjim qilgan Qur'oni Karimning Uyg'urcha nusxasida Qur'oni Karimda ifodalangan mazmunga Uyg'urcha so'zlarning uqum ma'nosini moslashtirish uslubini qo'llanib, so'zlarning uqum ma'nosining Qur'on Karimda ifodalangan mazmunini to'liq ifodalash rolga alohida ahamiyat bergan va bu orqali Qur'on Karim ma'nolarining Uyg'ur tilida texmi to'g'ri, uqumishliq ifodalanishini ishga oshirgan. Muqaddas kitob Qur'oni Karimning Muhammad Yusuf Muhammad Damallacım ishlagan Uyg'ur tilidagi tarjim nusxasini Qur'on Karimdagi ma'nolarni Uyg'ur tilida eng to'g'ri ifodalagan tili fasohatlik, go'zal nusxa deyishga bo'ladi. Avam xalqqa bundaq bilimni qarilik saviyasi bilan yetkazgil bo'lmaydi. Allama ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursun Damallacım yillar bo'yi uzluksiz tirishib, ilm tahsil qilish orqali islom dinining ta'limotlarini, shariat ahkomlarini to'liq o'rganib, islom diniy bilimlari va ijtimoiy fanlar bo'yicha har jihatdan yuqori va atrofli bilimga ega bo'lgan yetuk olim bo'lib yetishib chiqqan. Hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoliq lug'atida allama kalimasi ilm fanning bir yoki bir necha sohasini mukammal egallagan bilimlik odam, ma'lum ish, ma'lum sohaning eng oldingi qatorida turadigan kishi deb izohlangan. Shuningga asosan bu odamni allama ustoz deb sharaflantirishga tamoman haqliqmiz. Allama ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursun Damallacım 10 necha yil mudarrislik qilgan. Uning Din va hayot 2000 savolga javob, islomdagi oila tuzumi, namoz va uning qoida tuzumlari, islom aqidalari, baxt saodatning 40 retsepi degan gigant asarlari Uyg'ur oilalariga o'qishliq darslik bo'ldi. Bu ma'nodan aytganda Allama ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursun Damallacım islom ta'limotlarini va ahkomlarini xalqimizga to'g'ri va tushunishli holda yetkazib, ta'riflagudak, tilga elib maqtug'udak natija qozongan, xalqimizning hurmatiga erishgan mudarris bo'lgan. Hozirgi zamon Uyg'ur tilining izohliq lug'atida Damalla degan kalima oliy darajalik diniy maktablarning mudarrisi, diniy bilimi mo'l va cho'nqur kishi deb izohlangan. Allama ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursun Damallacım dal mushundaq kishi. Uni Damalla deb atash o'zining talanti va bilim saviyasiga loyiq kelish bilan birga xalqimizning hurmatini va ustozni o'ziga loyiq
sharaflantirishni ifodalaydi. Allama ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursun Damallajimdan xalqimizga yana bir katta xo'sh xabar. Uning 20 yillik mehnat ajrining samarasi xalqimizning Qur'oni Karimni asli ma'nosi bo'yicha texmi to'g'ri tushunishiga hamda shariat ahkomlarini puxta egilishiga yordam qilib yetaklaydigan cho'ng hajmdagi Tafsir javharlari degan kitobi yaqinda nashr qilindi. 10 tom, ya'ni 5000 betlik bu tafsir Qur'oni Karim tushunchalarini eng uqumishliq, fasohatlik til bilan to'g'ri sharhlash bilan birga islom shariatining ahkom masalalarini o'z ichiga olgan bo'lib, Uyg'ur islom tarixida misli ko'rilmagan parlaq abida bo'lib qolg'usi. Bu kitobga hozirgi zamon ulamolarimiz nihoyatda yuqori baholarni bergan.